Qanday amal qilsang, amal qil, sol amalingмен javob berasan dedi. Жақсы amal qilsang, Allohdan boshqa qulchilik qilуға loyiq zot yo'q deb turib өмір сүрсең, namozing бүтін qilsang, orazang бүтін bo'lsa, qajilliging бүтін bo'lsa, seketing бүтін bo'lатын bo'lsa, adamlarga qayrimli bo'lатын bo'lsang, adamlarga shirin so'zing bo'lатын bo'lsa, o'lib ketsang da arqangdan sening amaling qoladi. Sening amalingda aytib, "O, seni maqtab жүреді." Imonsiz o'latan bo'lsang, nega akademik bo'lmaysan? Nega professor bo'lmaysan? Seni tug'an balang da esine almaydi ғой. Tug'an balang esine almaydi. Men osini bir yerda aytib o'tirsam, bir ağamız o'ta qattiq renjib, "Nega sen uytib aytyapsan?" dedi. "Esimizga alamiz qo'y" dedi. "Sichim mol adam professor ekan." Men aytdim, "Ko'ka" dedim, "Endi sizning jasingizda bir 60-70 ga borib qolgan qo'shim 74 daman" dedi. "Siz" dedim, "akangizga" dedim, "bir ret bo'lsa Qur'on o'qiysizmi?" dedim. Сөйтіп edim, "Men moldan aka o'qitam qo'y" dedi. "Siz moldadan bo'lmag'asiz qo'y" dedim, "Akangizdan bo'lg'asiz qo'y." "Siz moldadan bo'lgan emassiz qo'y, akangizdan bo'lg'asiz." Moldan chaqirasiz, molda Qur'on o'qiydi, qarab turadi, qancha berasan. Agar yaxshilab 10 ming beradigan bo'lsang, "Ha, mayli, Alloh rahmet qilsin" deydi. Bo'lmasa bo'xtab ketadi. Al biroq shin ma'nida sen prezidentsan qo'y. Siz nega o'qimaysiz desam, endi bizning zamonimiz ana kommunistlarimiz. Men aytdim, "So kommunistlarning yarim asrda biz de jasadik." 87-yil 17 yoshda edik biz. Necha vaqt o'tib ketdi ag'ayinlar. Qarangizda. Qanday amal qilsang, amal qil, so'men jazolanasan-da, qarangizda. Mana beynamazlar o'tib ketdi. O'g'an o'ybay eskertkich qo'yib atar. O'ybay ana buni qo'yib atar. Ne foyda odan? Misalda o'zingiz jaylab o'ylanib ko'ringizda, ne foyda? O'zining tug'an bola borib basına bir Qur'on o'qiy olmagan ekan. O'zining tug'ilgan bola bir yaxshilab turib, bir duo qila olmagandan keyin bu umrda ne umid, ne xayr? Ozgina o'ylaningiz. Bu haqiqat o'ta ashshi bo'ladi. Misal men buna Yaponistlarga o'ta bir irzo bo'lamda, Yaponistlar o'zining bolasini ana karatesini o'rgatadi, tekvondosini o'rgatadi, aikidosini o'rgatadi, jugurtadi, tavga jugurtadi, asıllar ana umla. Biz musulmonmiz, bizning minnatimiz-da bolamizga namoz o'rgatib. Biroq bizning o'zimiz beynamaz bo'lgan ekan, bizning bolamiz qaytib o'qiydi. Uydagi sheshe beynamaz bo'lsa, bola qaytib namoz o'qiydi, qiz qaytib namoz o'qiydi. Bu narsening barlığı bir-birine baylansın narse. Soncha profesör bo'lding, balang profesör mu? Akademik mi? Biroq sen eğer balangda namoz o'rgatib qo'ygan vaqtingda, ol profesör bo'lmasa da, ulkan molda, ol ulkan bir muftiy bo'lmasa da, sening arqangdan 5 vaqt namoz o'qib turib, sana 5 vaqt duo qilib turgan bo'lar edi. Mana ulkan bir baxtda. Qabr sonday yer. Qabr sonday yer. Ol qabrda biz esdan chiqarmamız kerak. Ol qabirdagi adamlar ishalmaydi, chiyalmaydi, bisharalar endi. Kiyalmaydi. Biroq arkasında qolgan baldardan bir umid kutadi. Umid kutadi arkasından qolgan bir bala. Qabriston boshidan bormay uyingda o'tirib, "De Allohim, mening dunyoga kelishimga sababchi bo'lgan ota-onamni o'z rahmetingga ol" desa, Alloh subhanahu onun qabrini nurga to'ldirib qo'yadi. Kunalaring kechirish beradi. Özünden kalgan bir bala sana dua kılanmayatkan olsa senin ana bütün kalas dosun sana dua kıladı mı? Ha? Yok senin ana köküreğini toldurup koygan medalların sana dua kıladı mı? Sana kim dua kıladı? Yok koynunda çatkan kadının şaşın her günü 100 retten 40'ı oturgan kadının dua kıladı mı? Bunu geçen bugün aslında bir jigit gelip Ustaz, anam jiberdi. Anamiz dunyodan o'tgan edi. So'g'an bir Qur'on o'qib duo qilsak degan edik deb. Men aytdim, "Shishing namoz o'qiydimi?" desam, "Albatta namoz o'qiydi" dedi. Namoz o'qiydigan odam qana oxiratda o'ylaydi, qabrda o'ylaydi. Qolgan o'ylamaydi qolgan odam. Mana juda bir qatirib as berib atgan odamlarning 70-80%'ini bilamiz, beynamaz ular maqtanish uchun qana as beradi. Oybay Abdug'appar Palençe degen toyxonada as beripti. 500 kilo guruchlim depti. 500 kiloluk at suv. Sol atak kerak olgan.
Odan başka nerse gerek emas. Qarаңызda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kanday amal kılsan, amal kıl, sol amalыңмен cevap veresin de.